Nima bo'lsa? Voy. Ya onasini ko'rsin buni. Ye, qo'shni. Kiraybasin deb ober. Nima ketyapti? Nima ketyapti? Onasini ko'rsin, mana shu noyabr bo'ldi, mana shuni kesaman. Bir kishiga ham oson emas, 2 kishi bo'lishi kerak. Uyda odam qolmasa chiqarisham. Salomat bo'ling. Kelyapsizmi qo'shni? Charchamayapsizmi? Ha, siz ko'rmaysizmi? Noyabr bo'ldi, shuni chiqaraveraman. Choylarni damlab qo'yibsiz. Ha, choylar damlab qo'yib, qarang. Ha, mana ularni yemayaptim. Molimizni sotib yuboraman, onasini ko'rsin. O'tan uvolib ketyapti. Qo'shni, men sizga oson yo'li bor. O'zimiz ishlab chiqaryapmiz. Olov drobikasi bor, qo'shni. O'shanda bitta o'zi bir dona mol, 2 dona qo'yim bo'lsa, u qimmatli qiladi menga. Qo'shni arzonidan qilib beramiz. Universal o'sha yaxshisidan universaldan qilib beramiz qo'shni. O'sha yaxshi variantdan. Narxlari arzon qo'shni. Buni tashing. Yuring, men sizga yaxshisidan bitta beraman. Qo'rorani cherabasanga bo'lasa. Bo'ldi qo'shni. Omadjon, mana poyam bilan kelyapman uka. Bo'ldi, yaxshi. Chiqarib berasiz, maydalab olaman. Gap. Bunday qilib o'zimga qiladigan bo'lsa, yana o'zim ani remont qilib ishlataveraman. Yana ishlataverasiz. Ishlataveraman. Maydalab ko'rsatib olmayman uka. Aha. Maydalab ko'rsatasiz deya olaman. Gap. Ko'rsating. Ko'rsating. Birinchi aka, keling. Mana shuni o'zingiz chiqarasiz, o'zim poyam. Ha, bo'pti, chiqarib beraman, aka, chiqarib beraman. Mana ko'ring oldim, bir boshdan ko'raylik aka. Bu bug'doy aka. Bu o'zi maydalab bu. Buni ham maydaladim. Kepay holatga olib keladi. Kepay holatga olib kelmasa olmayman bu. Bo'ldi. Sotalim akani ko'ring. Bu qattiq bo'ladi-ku bu. Maydalaydi. Sotasini ajrataman, ajratmayman, tashaveradi. Shuni solaverasiz. Ozovoz. Qo'ysiz-chi? Aka. Endi bunda poyezni chiqarib beraman. Bo'ldi. Mayda chiqarmasa olmayman. Buni ham maydalamasa mana shunda. Aha. Bepulga berasiz menga drapga. Bo'ldi, gap, bepulga beraman. O'ting aka, bekka o'tib olsiz. Men hozir birinchi bug'doydan chiqarib boshlab beraman. Bo'ldi. Qani ket. Boshlanchi ko'rasizman oldin. Mana qarang aka, mana qarang. Voy, nima deydi? Bir parcha chiqarib oldi bu. Ana, nima deydi bu? Bo'ldi. Hozir ko'ramiz. Nima deydi chiqishi? Chiqishi nima deydi? Qani men ko'rasiz oldin. To'xtang, chiqaryapsan, o'chiraman, ko'ramiz, qarab turing. Hozir o'chiravering. O'chiring. To'planchi. To'xtangchi, men bir ko'rasiz. Siz baqir-chaqir qilasiz. Baqir-chaqir qiladigan sho'lyapti. Buni qarang. Nima deydi? Bu maydalab o'ryapti-ku bu. Nima deydi? Mana. Biz zodini ishlatib yurgan ekanmiz-da. Endi qarab turing. Buni chiqarmay deyapsizmi? Buni hayotda chiqaramaydi. Qarab turing. Soling, o'ting. Soling. Ya chiqarolmasa-chi? Chiqaradi, soling. So'raymiz. Tashing. Hop! Nima ketyapti? Solingmi? Nima deydi? Maydalab kenabi. Maydalaydi. Tashchi. Yopra, kanal zamonda kelib qoldi. Nima deydi? Maydalab orar ekan. Ani jodingiz bor-ku? Ha. Ko'mib qo'ying. Ha, o sinfiyat ko'rdingiz-ku, onasini. Sinfiyat qani olib keldingiz? Nimani olib keldingiz? Men o'zim poyamni chiqarasiz, o kerak emas. O'zingiz yumshoq poya bo'lishi mumkin, o qattiq poya meniki. Ha, bo'ldi, aynan siznikini chiqarib. Mana shuni chiqarib berasiz. Bo'ldi, ipini yeching. To'yni baqib ulab olaman. Poya ham, ate quritib olib keldingizmi, osardingmi? Bizda qattiq poya bo'ladi-ku. Bu qani? Sotalar. Yemayapti mana shunisini, o'shuning uchun keldi. Agar yirik bo'ladigan bo'lsa olmayman aka. Maydalab bersa olaman. Maydalaymiz. Maydalang. Setga qo'yaymi? Setkasini qo'ying. Ha, set. Bu o'zi setga qo'ymasdan chiqarsangiz yaxshi chiqaradi-yu, mayli setkasini ham qo'yib chiqarib beraveraman. Yo'q, menga ma'nunda chiqarib berasiz. Menda chiqaraladimi? Chiqaradi, gap. Bo'ldi. Somonni hozir bunda poyani chiqaraylik. Keyin somonni bu sholipoxolni chiqarib beraman. Sholipoxolga ham chiqaraveradimi? Sholipoxolni men bu ko'rsataman aka.
Bo'ldi. Sholpa hol chiqarolmaydi deyapti odamlar. Chiqaradi, nimaga chiqarmaydi? Mana qo'shnim olib kelib chiqarolmayapti, qattanroq olib keldi. Bundan olgan yo'q-da aka. Ha, bundan olmagan. Mashimi? Ha, qoling. Mashimi poyiz. O'stirinchi bir ko'raylikchi. Omajon bu o't. Qani sotalari buni? Sotasi yo'q uni. Qani sotasi? Buni qarang, mana. Mashina aytasiz, jodiza bo'lmayapti uni mashinasi. Yo'q, bu bunaqa bo'lmayapti-da. Ana. Bu sotasini qayerga tashladingiz buni? Sotasi ichida ketdi. Maydalab yuboradi Bu mashina. yumshoqligini qarang. Mo'lal chaynamay yutib yuboradigan qo'rar ekan-ku buni. Buni mayda tisidan ham chiqarsa bo'ladimi, bo'lmaydi? Bo'ladi. Chiqaramiz. Bo'ldi. Chiqaramiz. Unda chiqarib ham ko'ring, u ishani. Yo'q, chiqarib beraman, buni chiqarib beraman. Ya buni chiqarib beraman. Ha, mayinligini bir ko'ring. Bir ko'raychi. Molimga ham ish qolmasa endi, yutib Molingiz yuborar ish ekan. qolmaydi aka. Shundan yutadi. Qani bir ko'raylik. Bu setkasini ham ko'ryapsizmi tushishini? Mana, bu tomonga o'tdim, setkasini ham ko'ryapsizmi tushishini? Oqson ekan-ku bu. Mana. Ye, o'g'lim ham chiqarib yurar ekanda. O'g'lingiz ham chiqaraveradi. Qani ketdi? Ko'raylikchi. Bu tomon turibdi. Somon. Mashimi? Mahko'yizni. Birligini qarang, yo'q bu. O'qatuvchi Chiqarib olay endi. Molingiz yop ketasiz buni. molim duo qilar ekanda, duo qilar ekanda, duo qiladi molim. Bo'la, to'xtaychi. Ko'raylik. Omadjon, Nima deydi? molim ham bunga sovormasinmi? Qo'ydi singar buni yevor. Nima soladi? Temir Bunga soladi. Molam duo qilar ekanda buni olsa-ga. Albatta aka. Zo'r ekan apparat. Buni tishlari nechtalik bo'ladi u? Tishlari 18 talik bo'ladi, 24 talik bo'ladi. Har xil holatda bo'ladi. Bu ani tiqilib qolsa o'zi tashladimi yo kuyib qoladimi? O'zi tashlaydi. O'zini zashni kulchatlari bor. Ha, tashlaydi. Tashlaydi. Endi aka qarang. Bu mana sholipoxol olib kelib qo'yganmiz. Sholipoxol. Sholipoxol deysiz mana. Bu sholipoxolmi ko'ringchi men? Olib turingchi. Albatta, mana shuni chiqarib bersa gap yo'q. Chiqarolmasa Sholipoxolmi? Sholipoxol. Sholipoxol. Ko'rsating. Sholipoxol. Molim maza qilarkanda narxini kelishib qolsa ham olamiz, xudo xolasa. Bo'ladi. Omadjon. Sallanma aka, sallanma. Nima deydi? Вообще idealmi. Motorlari ham masla bo'ladimi? Yangi bo'ladi. Bo'ldi-ku. Yangi. Mana yangi motorlidan. Drabilka yoqdimi? Trabilkaga gap yo'q. Pulini Bu kelish. narxini-chi bu? Narximi? Bo'ladigani. Uka. Laba. Uka manchi. Mana, ey, sinovdan o'tgani, sinovdan o'tgan. So'rang uni. Uka. Pulini kelishaylik, pulini. Yo'q, men buni olib ketaveraman, mana yetalab olib ketaverar ekanman. Voy. Ha, qarang. Yetalab ekan-ku bu.
Ertalab Rasavga kerak emas qo'shni. ha, Olib ketaveraman. Olib Pulini ket. nechi pul? Pulini gapiring. pulimi Aha. 2,5. 2,5 million. Shu berasizmi? Shu beraman. Qo'ni qo'shnichilikka. Qo'ni Qancha qo'shnichilik. qilib berasiz? Mardman mana. Gapiring. 2 million 300 qilib beray. 2 million 300 dan tushib bering. Biz ham sizni ham podдержка qilyapmiz. Mana 2 million 300 mingga xo'p pulim bor olarman. Xo'p. Musofirda yurgan akalarimizchi. Agarda sizni singari joyimdan kelib olib ketsa, gap 2 milliondan beraman. Rozimisiz? 2 milliondan olib Baraka. ketaveradi. Olib ketavering aka. Bo'ldi, men olib ketaman. Olib ket. Mashina shart emas menga. Mashina shart qilib kelib mana shu kelishsan, xonadonimizda ishlatib yurgizib mashakan singari kerak bo'lsa makka bug'da nimaiki bo'lsa chiqarib beramiz. Xudo xolasa aloqaga chiqishaveradi, yengil qilib, arzon qilib beraveramiz. Xudo xolasa akalarimiz olib sotar akalarimiz ham xudo xolasa foydalanaman deganlarga ham xudo xolasa dillerlik qilaman degan akalarimizga ham xudo xolasa arzon narxda chiroyli qilib beraveramiz. Aloqaga chiqishaversin. Like bosib, kommentariy yozib, gumillab tursalar xudo xolasa keyingi videomizda bitta draylkani bepulga xudo xolasa shartimizga yetsa beramiz.